Dejurnitchasi hozir bir 10 ta bolani olib keldi. Videoga olishga ulgurmadik. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonga uchadigan reyslarga registratsiya. Sertifikatimiz so'rogi bo'lgan, yo'qotganman yoki ba'zi birlar bor, uyga tashab kelgan. Mana shular qayerdan sertifikatini vasстановить qilib olsa bo'ladi. Bu aeroportda ko'rib turibsizlar, Centrum Air aviakompaniyasiga registratsiya ketyapti. Mana 23 kilo bagaj, 8 kilo qo'lga 32 kilo bagaj. Shundan tashqari plus добавочный bagaj. Qancha to'ladingiz opa? 990 rubl. Siz xursandmi? Videoga olaman, yuzingizni yopib qo'yib qo'yaman-da. Hozir informatsiyani berib odam 3 ga kirganim sabab hozir tushuntirib beraman. Sertifikat yo'qotib qo'ygan bo'lsalaring, yo'qotilgan sertifikatni chiqarib beradi, to'g'rimi? Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari, shuningdek Qirg'iziston, Tojikiston, Ozarbayjon va Turkiyaga tez va qulay. Yaqinlaringiz Mir privilegiy ilovasi orqali so'mda kartalarga yoki ofislarda naqd pul ko'rinishida qabul qilishi mumkin. Komissiyasiz, qulay kurs har qanday bank kartasidan o'tkazma qilish mumkin. 4-7lik promokodini ishlating va yanada ko'proq foyda oling. Mir privilegiy banki. Eng yaxshisi faqat siz uchun. Kim sertifikatni o'rganmoqchi bo'lsa, birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasi bor, ko'k silkada Yo'ldoshbek aviakassa. Albatta ustiga bosib o'tinglar. Telegramda Ru Store'dan, App Store'dan, Google Play'dan tashab qo'yganmiz. Sertifikatni o'zingiz kirib programmasini bitta biladigan odam 1 soat o'rgatib qo'ysa, bemalol uyingizda o'tirib o'rganib, trenovatsiya qilib, spokойно bo'lib topshirib olib kelsangiz bo'ladi. Sizlarga ishonchli aviabiletlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga murojaat qilishlaring mumkin. Shaxsan o'zimning aviakassam Metro Kankova 6-liniya 3-vxoddan chiqqanda bemalol обращаться qilaverasizlar. Kirdi chiqdi xizmati, samolyotda eng oson yo'li bilan arzon 1 sutka uzoqda borib kelish, bugun borib ertaga kelish yoki bugun borib kechqurun qaytib kelish yoki mashina, barcha xizmatlarimiz bor. Bemalol обращаться qilishlaring mumkin. Kim уведомлениясini Goslugasi orqali topshira olmasa, bemalol ekrandagi raqamlarga обращаться qilishlaring mumkin. Goslugangizdan o'zingizda уведомлениyangizni topshirib beramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Kimga biometrik gosluga, sim karta, Tinkoff karta, восстановление gosluga, перевод pasport bunaqa muammolaringiz bo'lsa, yangi kelganmisiz yo chetda yuribsiz, sizga kerakmi? Ekrandagi raqamlarga, adreslarga bemalol Metro Tulskiga murojaat qilishlaring mumkin. Do'stlar, mana shu bugungi videoroligimizda sizlarga bir yaxshi yangilik ma'lumotni aytib o'tmoqchimiz. Ya'ni ko'pchilik bizdan so'rayapti, sertifikatimiz so'rogi bo'lgan, yo'qotganman yoki ba'zi birlar bor, uyga tashab kelgan. Mana shular qayerdan sertifikatini восстановить qilib olsa bo'ladi? Bu haqda podrobniy sizlarga informatsiya berib o'tamiz. Va o'tgan videomizda aytib o'tdik, o'sha 1-dan to 10-gacha red bu vahima emas, qichtima emas, bekor aytibsan deganlar, u ish tutmaylar. Biz kim uchun aytyapmiz? Biz hujjatsiz ishlab yurganlar, qatnam ishlaydiganlar ertaga yo'lda 3 tani bir balo bo'lib, 5000 so'm, 4000 so'm pulli deb bir deportatsiya qanaqadir shtraflarga, yoz pesperonlarga tushib yurmanglar. Mana shularga ogohlantirish xolos. Maksimal mana shu videoni tarqatib, yaqinlaringizga jo'natib qo'yasiz va sertifikat haqida ekzamen bo'yicha sizlarga hozir podrobniy informatsiya berib o'tamiz. O'tkazmasdan bizni kuzatib boringlar. Like, videoni yaqinlarga ulashinglar va YouTube'da bizni podдержка qilib qo'ysalaring, bizga shu yetarli. Sizlar uchun ijodda biz jigarlar. Assalomu alaykum, bizni kuzatib turgan obunachilar, qadrli vatandoshlar, do'stlar, biz bugun aeroport Domodedovodamiz. Aeroport Domodedovodan sizlarga qisqacha video roliklarni ko'rsatib boramiz. Ichkarida holatlar qanaqa bo'lyapti? Video davomida o'tkazmasdan ko'rsangiz, sabr bilan hammasini o'zingiz podrobniy tushunib olasiz. Video boshida to'xtalib o'tdik, ya'ni sertifikat masalasida bizga juda ko'pchilik telefon qildi. Ya'ni biz o'sha telefonlardan kelib chiqib ushbu ma'lumotni qidirib, izlanib, maksimalni topishga harakat qildik. Saxirvada kechagi kunda opamizning yuzini bekitib qo'yamiz, yuzlarini nimaiki opamiz yuzni bekitib qo'ying deyishdi. O'shaning uchun kimda kim agar ekzamen sertifikatini uyida qoldirgan bo'lsa yoki yo'qotib qo'ygan bo'lsa, uni hali muddati, amal qilish muddati hali bo'lsa, tugamagan bo'lsa, Saxirvaga borasiz. Saxirvaga borib 4-vxoddan kirasiz va sektor U3 ga qarab borasiz. U3 ga borib talon olasiz. Talonni olgandan keyin ochirtingiz kelsa, borib akoshkaga o'tirib, o'sha yerda sizga оформление qilishadi, o'sha dalningizni topib оформление qilishadi. Keyin tepaga chiqib, tepadagi qavatga chiqasiz. Tepadagi qavatga chiqqandan keyin 990 rubl to'lovni amalga oshirasiz va o'sha eski sertifikatingizni восстановить qilib chiqarib berishadi. 100% gapimizga javob, bemalol borsalaring bo'ladi. Esdan chiqmasin, 4-vxoddan kirasiz, sektor U3 ga borasiz, talon olasiz, ochirtingiz kelsa borasiz akoshkaga, оформление hamma narsa bo'ladi. Keyin tepaga chiqib 990 rubl to'lovni qilasiz, sertifikatingizni olasiz. Gidete proses 45 minutdan boshlab 1 soat ichida siz o'sha sertifikatingizni yana qo'lingizga olasiz. Qancha to'ladingiz opa? 990 rubl. Siz xursandmi? Siz videoga olaman, yuzingizni yopib qo'yib qo'yaman-da. Hozir informatsiyani berib odamlarga maqsad bilishsin. Yuz yopib qo'yaman. Opamiz Surxondaryodan bo'ladilar. Saxirda ko'rib qoldim. Sektor U3 ga kirganim sabab hozir tushuntirib beraman. 4-vxoddan kirasizlar do'stlar. Qachonki sertifikat yo'qotib qo'ygan bo'lsalaring, 4-vxoddan kirib U3 ni ichiga kirasizlar. Shu yerdan 2-xavfga chiqarib yuboradi. 2-xavf chiqqandan keyin nima qildingiz? Topshirdim.
Topshirdingiz? Ikkinchi qavatga bordim, nima pasportimni oldi. Aha. Yana mana bu qog'ozni Yo'qotilgan sertifikatni chiqarib berdi, to'g'rimi? Mana. Qancha to'ladingiz? 1000 so'm. 2025 da bo'lgan ekansiz, to'g'rimi? Sizga uyda qolib ketgandi, to'g'rimi? Mana hozir 990 rublga hal qildingiz. Hozir eski taloningiz bilan kirib o'tirasizmi yoki talon beramiz sizga? Eski nima qilsangiz bo'lmaydimi? Onlaynmi? Ha. Onlayn ko'ramiz, bo'lsa agar olib beraman. Aka-ukalar kanalga obuna bo'lib bitta like bosib qo'ying. Mana shu Surxondaryo opamizni ishini to'g'riladik qo'limizdan kelguncha Saxoraga iloji boricha ochat olib kelinglar. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sizning sertifikat yo'qotdingizmi? Saxoraga keling, 4-ro'yxatdan kiring. U3 sektor U3 ga kiring. Shu yerdan ikkinchi qavatga chiqaradi. Примерно yarim soat 1 soat ichida yo'qotilgan sertifikat ofitsialniy o'gamsaga topib olishingiz mumkin. To есть shu yerdan olishingiz mumkin. Mana shu videoni maksimalni like bosinglar, podelitsiya qilinglar, yaqinlaringizga ulashib qo'yinglar. Nimaiki bunaqa важный informatsiyalar to'lka bizda chiqadi. Mana shu videoni maksimalni ulashib qo'yish esdan chiqmasin. Do'stlar, mana Domodedovaga kirib kelishingizda Shlambaumdan hujjat ham muammosi yo'qlar, Shlambaumdan to'g'ri kirib kelaverasiz. Mana bu yerda mana red bo'lyapti deb bekorga aytmadik. Dejurnichasi hozir bir 10 ta bolani olib keldi. Videoga olishga ulgurmadik. Nimaiki biz yonida edik, ola olmasak ham ko'rib qolardi. 10 tasini sumkalari bilan olib kirib ketdi. Birinchidan 10-gacha qattiq red bo'lyapti. Hujjati yo'qlar, hushyor bo'linglar. Bu hech qanaqa vahima emas. Prosta hujjatsiz ishlayotganlar, qatnab ishlaydiganlar yo'q bu yoqqa ogohlantirish xolos. O'zingizga hushyor bo'lganingiz yaxshi. O'sha aytib o'tganda hujjati borlar Libojodan kirib ketsangiz bo'ladi. O'zi aeroportda ishlamandan kirishda eng u tarafda Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikistonga uchadigan taraf eng oxirida Kanes. Hujjat ham muammo bo'lganlar mana shunda tushib qolasiz. Xo'p, parking tarafga boramiz. Mana shu parkingdan kirib olamiz. Videoni o'tkazmasdan ko'rsataring, hammasini ko'rsatib boraman. Mana bu yerdan mana shu qizil zinaga oldidan aylanib tushamiz hozir aka. Mana kirib kelib, mana bu yerdan aylanib tushib borasiz. Mana shu peshaqochadan o'tamiz. Peshaqochadan o'tganda shu darcha turibdi, o'sha yerdan kirganda to'g'rida oynali lift bor. Mana bu yerdan kelib, mana shu ko'rsatgan shu darchadan kirib to'g'ri boramiz. Kirganda to'g'rida shu mashina orqasidagi oynali eshikda lift bor. Shu yerda bu lift. Mana kirganingizda vход в terminal через третий этаж ham uchib ketish uchun, ham kelganlarni kutib olish uchun ham eng zo'r yo'l hisoblanadi. Salom hammaga. Uchta bosasiz. Mana chiqishingizda mana o'zi tablo ham turibdi. Tashqariga chiqasiz. Mana bu eshikdan yuqorida o'zi ko'rsatib qo'yilgan. To'g'ri mana shu dan borib sumkalarni rengiga qo'yib o'tasiz. Ham uchib ketish, ham kelganlarni kutib olish chotki. Mana shu yerdan to'g'ri boramiz, sumkalarni rengiga qo'yib o'tamiz. Mana bu yerdan rengindan o'tamiz sumkalarni qo'yib. Rengindan o'tganingizda mana bu tarafga uchib ketasiz, eskalatordan chiqsangiz, mana shunday rengindan o'tib to'g'ri keldingiz, bu tarafdan uchib ketasiz, registratsiyadan o'tib ikkinchi etaj, bu taraf chap qo'l tarafga qarab yursangiz, yana chap qo'l va tablo bo'ylab kelganlarni kutib olish uchun borasiz. Hozir mana eskalatordan chiqamiz, Pramoy Qanot Sharq S7 registratsiya bo'ladigan joyga chiqamiz. Yoki liftdan chiqsa ham bo'ladi. Hech kim yo'q. Mana bu yerdan chiqamiz eskalatordan, srazi chap qo'lda registratsiya bo'ladigan joy. Mana kelishingizda mana shu birinchi qatordagi stoykalar Qanot Sharq bilan S7 Urganchga uchadigan reyslarga registratsiya bo'ladi. Buning orqasida havo yo'llariga bo'ladi. Mana holat. Hozircha hech kim yo'q. Tinch aeroport. Uchib kelishga ham O'zbekiston, Tojikistondan Domodedovo chotki. Samolyotdan tushib hisoblasangiz bir 15-20 minutda chiqib olasiz. Ba'zi birda Vnukovada ham, Domodedovoda ham jostki smenaga попал bo'lib qolsangiz, tekshiruv u обязательно bo'ladi. U farqi yo'q qayta aeroport bo'lsa ham. Domodedovo bilan Vnukova kelishga zo'r. Do'stlar, mana Domodedovo aeroportidamiz. Domodedovo aeroportida ko'rib turibsizlar, Centrum Air aviakompaniyasiga registratsiya ketyapti. Mana hamma turibdi registratsiyada. Bu yoq mana tabloda ko'rib turibsiz. Samarqandga 20:45 da uchadi. 8 kilo qo'lga 23 kilo bagaj, 8 kilo qo'lga 32 kilo bagaj. Shundan tashqari plus добавочный bagaj va Centrumning eng arzon narxlarda faqat bizdan olishingiz mumkin. Tem более yaqinda bizni katta dokumentimiz bitadi. Faqat arzon zo'r joylanib Centrumdan faqat bizdan olishlaring mumkin. Ekrandagi raqamlar bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana registratsiya ketyapti. Mana tabloda registratsiya hammasi bo'lyapti. Centrumga ko'rsatib qo'ying, bu odamlarning ham ishonchli biletlarni faqat bizdan xarid qilishlaring mumkin. Mana bu yerda Uralskiy avialiniya O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonga uchadigan reyslarga registratsiya bo'ladi. Mana 193-stoykadan boshlab 188-stoykagacha Ural, Polna, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonga uchadigan reyslar. Bu tarafda esa mana bu tarafda mana ko'rib turibsiz 173 dan 170 gacha
Centrum Air O'zbekistonga uchadigan reysga Samarqandga registratsiya ketyapti mana. 20:45 da uchadi. Ko'rib turibsiz. Xudo xolasa Centrumda eng blok arzon joylar bizda chiqadi. Biz xudo xolasa yaqinda ular bilan dogovor ishlarimiz bitadi. Eng arzon Centrum Airga faqat bizdan bilet olishlaringiz mumkin. Mana hozir Samarqandga 20:45 da uchadigan reysiga registratsiya ketyapti. Ovqat ham beradi, havo yo'llaridan ham pashti cho'tki bir xil pashti ovqati unda ko'p bo'lsa ko'pki kam emas. I8 kilo qo'lga 23 kilo bagaj, I8 kilo qo'lga 32 kilo bagaj. Undan tashqari добавочный bagajlargacha bemalol xarid qilib olishingiz mumkin. Video boshidagi ekrandagi raqamlarga murojaat qiling. Hammasiga aforim qilib beramiz. Fulione kompaniyasi ham uchyapti, bilyapsizlar. Bunukilardan ham Toshkentga 20 kilo bagaj, 7 kilo qo'lga bemalol обращаться qilaverasizlar. Mana Centrum Air Econom Class. Tarvuz qavurlargacha beradi, xudo xolasa. Bunaqasi bo'lmagan do'stlar. Mana bu yerda 177 dan 176-stoygacha havo yo'llari ertalab 11:45, kechqurun 23:00 da uchadigan reyslarga registratsiya bo'ladi ekan. Havo yo'llari doim mana shu stoykada. Hujjatli yo'llar mana shu 177-stoykani orqasida ko'ryapsizlar, eskalator turibdi. O'sha yerdan pasport kontroliga chiqib kelsalar juda bezovtasin. Bizda qirg'izistonlik birodarlarimiz kuzatadigan bo'lsa, Aviatrafik aviakompaniyasi Bishkek va O'shga uchadigan reyslar bo'lsa, Domodedovoda 201-dan 196-stoykagacha Aviatrafik Qirg'izistonga registratsiya bo'ladi. Mana shuni qirg'izistonlik birodarlarimizga albatta tarqatib qo'ying. Mana do'stlar, hujjati yo'qlar bo'lsa, mana shu 177-stoykaning yonidan orqasidan to'g'ridagi eskalatordan ketsangiz bezopasniyroq pasport kontrol, bagaj topshirishga. Hujjati borlar bo'lsa, mana bu bagaj topshirib bu tarafga borib, ikkala tarafdagi eskalatordan bemalol chiqib ketsangiz bo'laveradi. Mana bu yerda mana havo yo'llariga ham registratsiya ketyapti ekan. Mana bu 177-stoykaning orqasidan chiqsangiz, ancha udobli. Mana bu yer S7, teng yarmida qanotchar. 154 dan 152 gacha qanotchar. Undan yog'i bosh tarafida S7. Mana bu eskalatordan chiqamiz. Mana eskalatordan chiqqanda yuqorida tablo, qo'lga qarab piyalab boramiz. Mana kelishingizda agar mabodo yuqorida bo'lsa, uzoqroqdan ko'rsangiz bo'ladi. O kirib ketadigan joyda bo'lsa, mana shu turib tursangiz, kimdir ushlaydi yo yoqqa ketganda bemalol kirib ketsangiz bo'ladi. Mana kelasiz, turniket turibdi mana. Passajni talonni QR kodini bosasiz, ochiladi. U yog'i mana zelyoniy koridor. Pasport kontrol pechatdan o'tasiz, yo'g'i dal samolyotga chiqib ketish. Hujjatdan hamma joyida bo'lsa, zo'r bo'lsa, bemalol bu eskalatordan bagajni topshirib chiqib ketsangiz bo'laveradi. Agar hujjatdan muammolar bo'lsa, orqa tarafdan biz ko'rsatgan yo'ldan kelgan sal yaxshiroq. Do'stlar, videolarimiz sizlar uchun foydali va manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Albatta qo'llab-quvvatlash, like bosish, kanalimizga obuna bo'lish sizlar uchun faqat harakatdamiz. Sizlarni qo'llab-quvvatlashlaring bizga faqat motivatsiya beradi. Kommentariyada fikringizni yozib qoldiring va sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Kelgusi roliklarda ko'rishguncha